Assalomu alaykum. Aka-ukalar, oddiy o'g'izlar obunachilar. Sizlar uchun muttasil darajada go'zallikni topib qo'ydim. Aka-ukalar, o'g'illarga e'tibor berib qo'yasizlar. Makon pardiganidan bo'ladi. Sog' bo'ling. O'ta go'zal aka-ukalar, bekor bo'lmagan jo'ja. Yoz oxirida chiqqan go'dak jo'jacha. Kilolarni hozir toza qilib qo'yib beraman. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Narxini oldindan aytib o'tib ketaman. 2 million so'm kami bor. Xohlasa telefon qilib aloqaga chiqsalar kelishadigan xonalari bor. Men tozasini qo'yib beraman. Ha, aka-ukalar, joningiz sog' bo'lsin, turuvlar. Tozasini ham ko'rib oling. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib oladi, bemalol. Mana aka-ukalar tozasi. 4,5 kilo qashda chiqyapti. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana chiroqni chiqozlariga go'zal ekan. Mana aka-ukalar, bekorchisi bormi so'raganlar. Yana joningiz sog' bo'lsin. Sog'lig'ini qo'yib beraman. Videoda boshida aytib qo'yay, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bugungi sezonga obunachilar ko'paytirib olaylik. Ovoz zo'rlar oldinda, xudo xolasa. Aka-ukalar, Telegram kanalim bor, kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanalimga ham xudo xolasa, janglarni hammasini shu Telegram kanalimga tashlab qolaman. Mana xolos. Tanlarga e'tibor berib qo'yasizlar, mana joningiz sog' bo'lsin. Bekorchisi bor, bekorchisini telefon qilsalar tashlab beriladi. Tozasiga qo'yib beramiz. Mana aka-ukalar, jonivorni turuvlar, nima deyapti turuvlar? Joningiz sog' bo'lsin. Bitta bu, bitta. Mana aka-ukalar tozasi. 4 kilo 600, 4 kilo 700 yaqin tashdik. Xudo xolasa 10 kunda haftada tayyor xolos. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Narxi 2,5 million so'm, ozgina kelishadigan xonasi bor. Yaxshi xolos so'raganlarga mana xolos aka-ukalar. Mana aka-ukalar, o'tomlarga e'tibor berib qo'yinglar. Barda o'yin ishqibozlari bormi? Boshidan pat olinmagan, go'dak jo'jacha. Mana aka-ukalar xolos. Joningiz sog' bo'lsin. Bitta aybi shu makonda ko'p qolib ketgan. Shuning uchun patlar xunuk bo'lib ketgan. Lekin xolos mana uzilgan xolos so'raganlarga xudo xolasa zo'rdan oldi. Narxi 2 million, ozgina kami bor. Hayda yotib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsalaring, yaxshi xolos so'raganlar bo'lsa mana hozir tozlarni qo'yib beramiz. Chiroyli qilib ko'rib boqsa telefon qo'yasizlar. Mana aka-ukalar, xolosi turish holatlari kallalarni bilan e'tibor berib qo'yinglar. Shunaqa xoloslar tozaligi shunday bilinib turibdi. Mana toz holatlar. Tozida 4 kilo 300 chiqyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Zo'r xolos o'ynab yuraman deganlarga mana endi tavsiya aka-ukalar. Xudo xolasa jo'jalarimiz bor, jo'jachalarimiz bor. Kechki ertagi jo'jachalarni chiqarib beramiz, ulardan ko'rib. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Aka-ukalar, qora yetim bor. Xoloslar uchun maxsus qora yetimlarimiz bor. Ularga ham aloqaga chiqib olasizlar. Hozir video so'ngida ko'rsatib olaman. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Narxini 2 million, ozgina kami bor. Xudo xolasa telefon qilsalar kelishtirib beramiz. Mana aka-ukalar, jo'jalar. Jo'jani tomosha qilinglar. Tomosha qilib ham maza qiladigan mana aka-ukalar. Jo'ja. Mana barda o'yin ishqibozlari mana barda o'yinlar. Tomosha qilib maza qilib olasizlar aka-ukalar. Makonlarni ham qaranglar, makonlarni ham makon. Xudo xolasa, qiziqqanlar bo'lsa mana aloqaga chiqib olasizlar. Kimga nechta cho'ja kerak bo'lsa telefon qilsalar video qilib tashlab beriladi mana. Mana shu to'lovni xohlovchilar, mana shu to'lovni olaman deganlar uchun xudo xolasa to'lovni 1 million so'mga beraman. To'lovni bitta olaman degan odam bo'lsa 1 million so'mga beraman. Ikkita xolasa ikkita makon. Yana bor, xohlovchilarga boshqa partiya qilib beraman. Xohlovchilarga ikkita, xohlovchilarga bitta. Nechta kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar bor. 20 ta cho'jamiz bor. Yaxshi cho'jalar, xudo xolasa qoniga, zotiga hamma yo'qiga yaxshi. Keyin qora yetim mahsulotimizni ko'rib turasizlar, bemalol telefon qilsalar mana pastki nomerlargacha hamma yo'q qo'yilgan. 20 xildan oshiq narsa bor bunda. Qo'lozni quvvatini oshirish uchun, qo'lozni kuch bo'lish uchun, makon bosmayotgan qo'lozlarga makon bostirgani, bola olayotgan narsalarga, o'ynayotgan narsalarga asnomni hozir juda ko'pchilik olib ketib beryapti. Xudo xolasa rezultat zo'r. 1 kilo
olib ketgan odam keyingi safar 3 kilo olib ketyapti. Mana xudoga shuna ishlarni ko'ringlar. Mana qora eti mahsulotimiz. Ichida 20 xildan oshiq narsa bor. Qo'lingiz yetib olganda mana narsani bor, nima borligini hamma yo'g'ini ko'rib olasizlar, bemalol. Aka-ukalar sog' salomat bo'linglar, hammalaringiz sog' bo'linglar. Tamom.